Assalomu alaykum, hurmatli Bag'at avtosentr kuzatuvchilari. Bugun 21 mart 2026-yil Navro'z bayrami. Hammani Navro'z bayrami bilan kollektiv nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ina men bo'lsam syomka bo'ladi bu yerda. 20-yil 1.5 Malibu satıldı, 2020-yil Cobalt satıldı, 2019 yilda turgan Nexia 3 satıldı. Yana mashinalar Nexia 2 ham satıldı 2015-yil. Men bu ma'nodan keyin Maşin satıladı, notariusga boriladı, aldı sattı. Bu andan keyin egalardan telefon iltimos etsak ham syomkaga gamindiribdilar. Bugun ham mana Malibu birini laboy qo'ydirib, taxlatib yurvadim. Shu mashina satildi, zaloglarni xudo xolasa berdilar. Ikkinchi kun xudo xolasa bank ishlasa 40 million so'm bilan avtokredit etib berdik. Oylik to'lov 3,5 million so'mdan tushdi. Tan narxi 2025-yil. Tonirovka rajinasi, qimmat chexollari, pokoleniya metan, archa balon 909 mejigar futlar ham bor. 23.500 km yurib turgan Midnight Cobalt'imizni 145 million so'mga kredit etib berdik. Bahasini kommentariyada yozinglar. 145 ga bo'ladimi, yo'qmi? 2025-yil. Mashina ishlarini ham ko'rsating. Egalari syomka tushdi. Qalamadilar. Yana tonirovka iyul oyinacha rajinasi bor. 23.563 km yurgan Evacor Polik hamma bor edi. Yana pishalkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Dım taxlangan mashina. Beğendim ya. Ha, iyi bir de yine. 145 milyon so'mga Midnight 2025-yil. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Sotiladigan mashinalar bo'lsa bemalol aytkelinglar. Shu yerda sotib beramiz. Syomkasi chiqmasa men bu yerda bo'lmaganim shu. Mashina taxlamaga notariusga bera gitgan bo'laman. Telefon raqamlarimiz 94 114 2388 97 091 2388. Ha, BYD ana vam ketdi flagship BYD Champion, doğrumu? 220 milyon so'mga satdik uni. Barter oldu, qora jentra bilan xudo xolasa dokumentlar bitgandan keyin syomkasini chiqaramiz. Bir like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar deb umiddamiz. Hammani yana bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.